Kasr-kusr qilib maza qilib yeydigan somsa xamirini tayyorlaymiz. Buni ovozlaridan idishimizga 2,5 piyola suv, 2 choy qoshiq tuz, keragicha unlarimizni solib, ya'ni yumshoqdan qattiqroq xamir bo'lguncha un solib, xamir qo'rib olamiz. So'ng 2 zuvalaka bo'lib tindirgani olib qo'yamiz. Ana endi miltirni, 80% margarinni va shedreletidan foydalanib, bularni eritib olamiz. So'ng tinib olgan xamirimizni yupqagina qilib unlab yoyib olamiz. Asosiy eslatma: qancha xamiringiz yaxshi tinsa, shuncha yoyishingiz ham oson bo'ladi. Eritilgan margarinni hamma joyga xamirimizni surkab olamiz. Ikkinchi xamirimizni ham ustidan yog'ib, xuddi shu ishni yana takrorlaymiz. Azizlarim, somsani xamirini 2 qavat qilsangiz, shunaqangi qavatlari chiroyli chiqadi. Videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olib, yaxshilab havolarni chiqazib, aylantirib, presslab chiqamiz. So'ng somsa xamirimizni xolodilnikka 1 kechaga yokida kamida 1 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Somsa xamiri qanaqa kattalikda bo'lishini xohlasangiz, shu razmerda kesib olib, bitta tarafini yopib olamiz. Bunday qilishimizning sababi somsa xamirimizga nachinka solganimizda suvlari chiqib ketmaydi. Bu ham sizlar uchun zo'r layfhaklardan biri. Sizlarga zo'r narsani ko'rsatmoqchiman. Har qanday ayol qizlarimizning uyida Crystal Fresh oqartiruvchisidan bo'lsa, har qanday dog'larga bir zumda yechim bo'la oladi. Albatta olib ishlatib ko'ring, hammangizga tavsiya qilaman. Ana endi somsa jonlarga qaytamiz. Bunaqa idealniy somsa xamiriga gap bo'lishi mumkin emas. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta iroqchani bosib saqlab olishni unutmang.